Assalomu alaykum hammaga, qadrli o'quvchilar va ustozlar. Hop, demak, majburiy matematika kursimiz davom etadi. Demak, biz bugun sizlar bilan Xudo xohlasa oxirgi raqamni topish mavzusini o'tamiz. Demak, mavzu oxirgi raqamni topish. Oxirgi raqamni topish. Testlarda bunaqangi savollar kelyapti-da, shuning uchun bu mavzuni ham o'tib ketmoqchiman. Demak, oxirgi raqamni topish. Demak, mavzuni boshlaymiz. 20:15da demak, darsimizni boshlaymiz deb ketishgandik. 20:15damidi? Ekran ovoz hammasi yaxshi. Qaranglar, birinchi holatda biz yig'indini oxir raqamini topishni o'rganamiz. Ya'ni yig'indi va ayirmaning oxirgi raqamini topish. Yig'indi va ayirmaning oxirgi raqamini topish. Oxirgi raqamini topish. Xo'p, demak, bu qanaqa qilib topiladi? Qaranglar. Birinchi misol bo'lsin. 271 qo'shilgan 992 qo'shilgan 1701 bo'lsin. Buni oxirgi raqamini topish uchun mana shu ifodadagi sonlarni oxirgi raqamlarni qo'shib qo'yish kerak. Juda ham oson. 1 ga 2 ni qo'shaman, keyin mana bu 1 ni qo'shaman. Shunda 1 qo'shilgan 2 qo'shilgan 1 qo'shib chiqadigan bo'lsam, buni 4 degan javob kelib chiqadi. Xo'p, endi ayirishni ham aralashtirib ko'ramiz. Demak, 532 qo'shilgan 179 minus 112 plus 999 bo'lsin. Bu yerda endi nima qilamiz? Qaranglar. 2 ga 9 ni qo'shaman. 11 ni 1 bilan tugaydi. To'g'rimi? 1 dan endi 1 bilan tugaydigan sondan 2 ni ayirishim kerak. 1 dan 2 ni ayirib bo'lmaydi, lekin 1 bilan tugaydigan sonni 2 ni ayirsam, bitta farq bersa 11. 11 dan 2 ni ayirsam 9. 9 bilan tugaydigan songa endi 9 ni qo'shadigan bo'lsam, 18 ni 8 bilan tugaydi. Bu ham juda ham oson misollardan bittasi. Xo'p, endi ayirmaga doir yozaylik. 771 ayrilgan 338 qo'shilgan 491 ayrilgan 512 bo'lsin. Xo'p, bu yerda 1 bilan tugaydigan sonni 8 dan ayiradigan bo'lsam, ya'ni 11 dan 8 dan ayirsam 3 chiqadi bu yerda. 3 bilan tugaydigan songa 1 ni qo'shsam 4, 4 bilan tugaydigan sondan 2 ni ayiradigan bo'lsam, javobi 2 bilan tugaydi. Bu ham juda ham oson misollardan bittasi edi. Endi biz yig'indi va ayirmaning oxirgi raqamini topishni ko'rdik. Ana endi B holat bo'lsin. B holatda
ko'paytmaning oxirgi raqamini topishni ko'rib chiqamiz. Demak, ko'paytmaning oxirgi raqamini topish. Ko'paytmaning oxirgi raqamini topish. Raqamini topish. Demak, ko'paytmaning oxirgi raqamini topish. Xo'p, bu qanaqa amalga oshiriladi? Qaranglar. 4-chi misol bo'lsin. Masalan, 995 ko'paytirilgan 773 bo'lsin. Buni oxirgi raqamini topishim uchun mana bu 5 ga mana bu 3 ni ko'paytiraman. Demak, 5 kara 3 menda 5 bilan tugaydi. Bu ham juda ham oson misollardan bittasi. Xo'p, 5-savol bo'lsin. Biroz o'zgartiramiz misolni. 2001 ko'paytirilgan 999 ayrilgan 13 ko'paytiruv 15 deyapti. Xo'p, bu yerda nima qilamiz? Avval mana bu 1 ga 9 ni ko'paytirib yuboraman. Demak, ko'paytiradigan bo'lsam, oxiri 9 bilan tugaydi. Mana buni 3 ni 5 ga ko'paytirib yuboraman. 3 kara 5 menda 5 bilan tugaydi. Demak, 9 bilan tugaydigan sondan 5 bilan tugaydigan sonni ayiradigan bo'lsam, 4 bilan tugaydigan son qoladi. Xo'p, yana bitta misol yozamiz. Qaranglar. 6-savol bo'lsin bu. 1, 2, 3 va hokazo 99 gacha son ko'paytirildi. Buni oxirgi raqami nechi bilan tugaydi deyapti. Buni oxirgi raqamini topish uchun qaranglar. Bu yerda mana bularning orasida 10 bor, to'g'rimi? 20 bor, 40 bor. Demak, bu istalgan tog' son, juft sonni men 0 ga ko'paytiradigan bo'lsam, ya'ni 0 bilan tugaydigan songa ko'paytiradigan bo'lsam, oxiri 0 bilan tugaydi. Bu menda qiyin emas. Yana bitta misol yozaman. 7-misol bo'lsin. Masalan, 1, 3, 5, 7 va hokazo 99 gacha bo'lgan ko'paytma. Endi faqat tog' sonlarni ko'paytmasi bo'lyapti bu yerda. Demak, faqat bu yerda hozir tog' sonlarni ko'paytirib chiqadigan bo'lsam, nima bo'ladi bu yerda? Mana bu 1 kara 3 3, 3 kara 5 15. 15 netiga ko'paytirsam yana 5. Ya'ni tog' sonlarni ko'paytmasi faqat endi 5 bilan tugaydi. Boshqa son bilan tugamaydi. 5 bilan tugaydi. Tushunarli bo'ldi-ya? Endi keyingi bizga kerakli bo'ladigan tushuncha ko'paytmaning nollari sonini topish. Ko'paytmaning nollar sonini topish. Ko'paytmaning nollari sonini topish. Sonini topish. Demak, ko'paytmaning nollari sonini topish. Bu qanaqa amalga oshiriladi? Qaranglar. Masalan, bu 8-savol bo'lsin. 1, 2, 3 va hokazo 30 gacha son ko'paytirildi-da. Buni oxirida nechta 0 bor? Mana shu soni kerak. X ta bo'lsa, mana shu x ni topishimiz kerak-da. Buni qanaqa qilib topaman? Qaranglar. 30 bor-u, 30. Mana shuni zinapoya usulida faqat 5 ga bo'lib ketaman. 30 ni 5 ga bo'lsam 6, 6 yana 5 ga bo'linadi, to'g'rimi? 6 ni 5 ga bo'lsam 1, ya'ni nechta bor? 6 ni ichida 5. Bir martami? Shuni yozishimiz kerak-da. Endi mana bu yerdagi 6 bilan 1 ni qo'shib qo'yaman. 6 ga 1 ni qo'shadigan bo'lsam x chiqadi. Demak, nechta ekan? 7 ta. Demak, javob 7 ta 0 bilan tugaydi. 9-savol bo'lsin. 1, 2, 3 va hokazo
ellikgacha bo'lgan sonlar ko'paytmasi. Buni oxirida nechta nol bor? Mana shuni topib olishimiz kerak-da, x ni. Xo'p, buni topishim uchun 50 ni zinapoya usulida 5 ga bo'lib ketaman. 50 ni 5 ga bo'lsam 10, 10 ni 5 ga bo'lsam 2. Bo'ldi endi. Mana bu 10 ga, mana bu 2 ni qo'shib qo'yaman. Shunda mana bu x ni javobi 12 ta chiqadi. Demak, javob nima bo'lar ekan? 12 ta. Xo'p, endi 10-savol bo'lsin. Masalan, 1, 2, 3 va hokazo 100 gacha ko'paytma bo'lsin. 100 gacha ko'paytma. Mana shu 100 gacha ko'paytma nechta nol bilan tugaydi deyapti masalan. Shuning uchun 100 ni shaymanda 5 ga zinapoya usulida bo'lib ketaman. 100 ni 5 ga bo'lsam 20, 20 ni 5 ga bo'lsam 4. Endi mana bu 20 ga mana bu 4 ni qo'shib qo'yaman. Shunda oxiridagi nollar soni kelib chiqadi. Bu x deydigan bo'lsam, mana shu x hozir menda 20 plus 4 ga teng. Ya'ni x ni javobi 24 ta 0 bilan tugaydi. Demak, javob nima bo'lar ekan? 24 ta. Tushunarli bo'ldi-ya? Xo'p, endi darajani oxirgi raqamini topishni o'rganamiz. Demak, bizda hozir bu 4-qoida kerakli bo'lgan. Asosiy qoida ham shuda o'zi. Demak, darajaning oxirgi raqami. Darajaning oxirgi raqami. Oxirgi raqami. Xo'p, bu yerda qaranglar. Mening raqamlarim deb olib, raqamlarni 3 ta guruhga bo'lib yuboramiz. Demak, mening raqamlarim bo'lsin. Mening raqamlarim. Xo'p, mening raqamlarim nechta edi o'zi? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Endi bularni 3 ta guruhga bo'ladigan bo'lsam, bizda birinchi guruh bu oddiy raqamlar guruhi bo'lsin. Oddiy raqamlar. Endi ikkinchi guruh esa bu yaxshi raqamlar bo'lsin. Demak, yaxshi raqamlar esda qolish uchun majoziy ma'noda aytyapman-da buni. Endi uchinchisi esa zo'r raqamlar bo'lsin. Zo'r raqamlar. Endi bu yerda qaraydigan bo'lsam, oddiy raqamlarga 2, 3, 7 hamda 8 kiradi. Xo'p, mana bu yaxshi raqamlarga esa 4 va 9 kiradi. Zo'r raqamlarga esa 0, 1, 5, 6 kiradi. 0, 1, 5, 6. Tushunarli bo'ldi-ya? Xo'p, hozir men zo'r raqamlardan boshlayman. Demak, zo'r raqamlar. Nimaga bularni zo'r raqamlar deymiz? Bu o'zim o'qib olgan nomlarimda. Nimaga 0, 1, 5, aynan 6 bizada zo'r raqamlarga kiryapti. Qaranglar. 0 bilan tugaydigan soni darajalari masalan 10 ni 3-chisi. Har doim nima bilan tugaydi? 0 bilan. 120 ni 9-chisi, 912-chisi bo'lsin, baribir 0 bilan tugaydi. Shuning uchun bizda zo'r raqam deb aytilgan bu. Keyin masalan 6 bilan tugaydigan sonning darajalari. 6 ni 21-chisi bo'lsin, baribir bu ham 6 bilan tugaydi.
Oltini masalan 712-si bo'lsin, baribir 6 bilan tugaydi. Xo'p, keyin 5 ni masalan 26-beshinchisi bo'lsin, bu ham 5 bilan tugaydi. 5 ni 100-si bo'lsin, baribir 5 bilan tugaydi. Keyin mana bu 0 bilan 1nikini, 1niki qoldimi? Masalan 21 ni 66-si. Baribir har doim 1 bilan tugaydi. 31 ni 42-si ham baribir 1 bilan tugaydi. 121 ni ham 666-si baribir yana 1 bilan tugaydi. Tushunarli bo'ldi-ya? Zo'r raqamlar shunaqa, juda ham oddiy. Endi yaxshi raqamlarga o'tamiz, qaranglar. Yaxshi raqamlar. Yaxshi raqamlar. Xo'p, yaxshi raqamlarga 4 bilan 9 kiradi dedik, to'g'rimi? 4 va 9. Endi bu yerda qoida yodlaymizda. 4 ni tog' darajasi har doim 4 bilan tugaydi. 4 ni juft darajasi har doim 6 bilan tugaydi. Tushunarli bo'ldi-ya? Xo'p, keyin 9 ni tog' darajasi esa bizda har doim 9 bilan tugaydi. 9 ni juft darajasi esa har doim demak 1 bilan tugaydi. Shuni ham bilib qo'yishimiz kerak ekan. Xo'p, masalan 4 ni 2016-darajasi. 4 ni darajasiga e'tibor qilsanglar, bu juft. Demak, juft darajasi biz 6 bilan tugaydi deb kelishdik. 4 ni masalan 15-darajasi bo'lsin, bu tog'. 4 ni tog' darajasi 4 bilan tugaydi degandik. Xo'p, 9 ni masalan 156-darajasi, ya'ni juft daraja, to'g'rimi? 9 ni juft darajasi bizda 1 bilan tugaydi. Xo'p, 9 ni 2006 emas, 2003-darajasi bo'lsin. Bu menda tog' daraja bo'lyapti, to'g'rimi? 9 ni tog' darajasi menda 9 bilan tugaydi. Masalan, bitta misol bo'lsin. 4 ni 158-si qo'shilgan 9 ni 200-si bo'lsin. Bu yerda qaranglar. Mana bu juft darajasi 6 bilan tugaydi. Mana buni juft darajasi esa 1 bilan tugaydi. 6 ga 1 ni qo'shadigan bo'lsam, javobimiz 7 bilan tugab qoladi. Tushunarli bo'ldimi? Xo'p, endi eng bizda birozgina qiynaydigan tarafi bu oddiy raqamlar hisoblanadi-da. Mana shuni ko'ramiz hozir. Demak, oddiy raqamlar. Oddiy raqamlar. Demak, oddiy raqamlar. Xo'p, oddiy raqamlar bizda 2 bor edi, keyin 3 bor edi, 7 bor edi, 8 bor edi. Nimaga bular oddiy raqamlar? Qaranglar. 2 ni birinchisi 2 bilan tugaydi. 2 ni ikkinchisi 2 ni ikkinchisi 4 bilan tugaydi. 2 ni uchinchisi esa bu 8 bilan tugaydi. 2 ni to'rtinchisi esa 16 ni 6 bilan tugaydi. 2 ni beshinchisiga yetib kelganda esa yana 2 qaytib keladi bu yerda. Xo'p, 3 ni birinchisi 3 bilan tugaydi. 3 ni ikkinchisi manda 9 bilan tugaydi. 3 ni uchinchisi bu manda 7 bilan tugaydi. 3 ni to'rtinchisi bu manda 1 bilan tugaydi. 3 ni beshinchisi esa bu manda yana 3 bilan tugaydi. Demak, qarasanglar, mana bu 2 yana mana bu yerda qaytib kelgan. Qanchadan keyin? 4 tadan keyin. Mana bu yerdagi 3 mana bu yerda yana qaytib kelgan. Nechtadan keyin? 3 tadan keyin. Xo'p, 7 ni birinchisi 7, 7 ni ikkinchisi bu manda 4 bilan tugaydi. 7 ni uchinchisi bu manda 7 kara 4 8 bilan tugaydimi? 7 ni ikkinchisi 9 bilan tugaydi. 7 ni uchinchisi manda 3 bilan tugaydi. 7 ni to'rtinchisi 1 bilan, 7 ni beshinchisi manda yana 7 bilan tugaydi. Qarasanglar, bu yana 7 ta davrdan keyin qaytib kelyapti, to'g'rimi? 7 ta aylanmadan keyin. Xo'p, 8 ni birinchisi endi necha bilan tugaydi? 8 bilan. 8 ni ikkinchisi bu manda 64 ni 4 bilan tugaydi. 8 ni uchinchisi
Bu manda 2 bilan tugaydi. 8 ni to'rtinchisi bu manda, demak 8 ga ko'paytirsam 6 bilan tugaydi. 8 ni beshinchisiga qarasam 6 karra 8 yana 48 ni 8 bilan tugaydi. Ya'ni bu ham nechtadan aylanib kelyapti? 4 tadan keyin. Demak, nima qilar ekanmiz? Bu yerda qaranglar. Masalan, 2 ni 25-sini oxirgi raqamini top desa, mana shu darajalar bilan ishlaymiz. 25 ni davri 4 midi? 4 ga bo'laman. Bitta qoldiq qoladi, to'g'rimi? Mana shuni 2 ni darajasiga yozib qo'yaman. 2 ni birinchisi, ya'ni 2 bilan tugaydi. 2 ni 38-si masalan. 38 ni 4 ga bo'laman. Shunda ikkita qoldiq qoladi. Ya'ni 2 ni ikkinchisi bilan tugaydi. Bu manda 4 bilan tugar ekan. Xo'p, keyin 2 ni masalan 100-darajasi kelsin. Qaranglar, qoldiq qolmasa oxirgi darajasi olinadi. Shuni ham bilib qo'yinglar. Demak, qoldiq qolmasa oxirgi darajasi. Hozir men 100 ni 4 ga bo'lib o'radigan bo'lsam, 25 tadan tegib 0 ta qoldiq qoladi-da. Ya'ni 2 ni 4-darajasi bilan tugaydi. Ya'ni u 6 bilan tugaydi. Shuni ham bilib qo'yinglar. Xo'p, endi 3 ni darajalarini qarab chiqamiz. Masalan, 3 ni 15-darajasi nechi bilan tugaydi? Men nima qilaman bu yerda? 15 ni 4 ga bo'lib 3 ta qoldiq chiqaraman. Demak, bu nechi bilan tugaydi? 3 ni 3-chisi bilan tugaydi, ya'ni 27 ni 7-si bilan. 3 ni 20-chisi bo'lsin. Demak, 20 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsam, 5 tadan tegib 0 ta qoldiq. Boya aytdim-a, qoldiq qolmasa oxirgi darajasi olinadi, ya'ni 3 ni 4-darajasi olinadi. Bu 81 ni 1 bilan tugaydi. Xo'p, 3 ni endi 22-darajasi bo'lsin. Nima qilaman? 22 ni 4 ga bo'laman. Shunda menda ikkita qoldiq qoladi. Ya'ni 3 ni ikkinchisi bilan tugaydi. Bu menda 9 bilan tugar ekan. Tushunarli bo'ldi-ya? Xo'p, endi 7 ni darajasini qarab chiqamiz. 7 ni birinchisi 7 bilan tugaydi. 7 ni demak birinchisi 7 bilan uni yozdiga. 7 ni masalan 32-chisi bo'lsin. 32 ni hozir 4 ga bo'lib o'radigan bo'lsam 0 ta qoldiq qoladi. Bu menda 7 ni 4-chisi, ya'ni 1 bilan tugaydi. Xo'p, 7 ni 43-darajasi bo'lsin. 43 ni 4 ga bo'laman. 3 ta qoldiq qoladi. Ya'ni 7 ni 3-chisi bilan tugaydi. Bu menda necha edi? 3 midi? 3 edi. Keyingisi 7 ni 50-chisi masalan 50 ni 4 ga bo'laman. 12 tadan tegib 2 ta qoldiq qoladi. Ya'ni 7 ni ikkinchisi bilan tugaydi. Bu 49 ni 9 bilan tugar ekan. Xo'p, endi 8 nikini qarab chiqamiz. Demak, 8 niki. 8 ni demak, masalan 99-darajasi bo'lsin. 99 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsam, 3 ta qoldiq qoladi. Ya'ni 8 ni 3-chisi bilan tugaydi. Bu menda 512 ni ikkisi bilan tugar ekan. Xo'p, keyin 8 ni 16-chisi bo'lsin. 16 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsam, 0 qoldiq qoladi, to'g'rimi? 0 qoldi degani bu yerda necha degani? 8 ni 4-darajasi degani. Demak, bu menda 6 bilan tugaydi. Xo'p, yana bitta misol. 8 ni masalan 25-chisi bo'lsin. 25 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsam, bitta qoldiq qoladi va u ham 8 ni birinchisiga qaytib keladi, ya'ni 8 ni o'zi bilan tugar ekan. Xo'p, bu bizda qaranglar, oxirgi raqamni demak mavzusi edi. Xo'p, qalay, bugungi mavzu tushunarli bo'ldimi? Ja unaqangi uzoq bo'lmaydi. Nari borsa yarim soat bo'ladi-da. Oxirgi raqamni topish tushunarli bo'ldi-ya? Demak, mavzuyimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, darsni mana shu nuqtada yakuniga yetkazsa ham bo'laveradi. Demak, darsni qayta-qayta ko'rib, qayta o'rganib olinglar.
Keyin uyga izlanishni boshlaylar. Demak, keyingi darsda uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.